orzu qilishdan to'xtamas. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yapon tilida, ya'ni Yaponiyada o'qiyotgan studentlarga maslahat. Endi shu mavzuning oxirida o'zbekchada ham biroz o'zimni bildiradigan gaplarim bor, shularni bildirib ketishga harakat qilaman. Agar Yaponiyada o'qiyotgan bo'lsangiz, yapon tilini yaxshi o'rganing. Kanji shularni yaxshi o'qib borsangiz, ko'proq foydali bo'ladi deb o'ylayman. To'g'risi biroz hayajonlanish nimalar bo'ldi, bu e'tibor bermaysizlar. Maslahatim, agar Yaponiyada bo'lsalaring, hozir yapon tili maktabida agar bu o'qiyotgan bo'lsalaring, iloji boricha yapon tili levellaringni oshirib, N2 darajasiga yetsalaring, birdan institutga ketgan yaxshi deb o'ylayman. Agarda ozroq yana institutga bo'lgan nimada o'qimagan ham yapon tili darajalarini oshirmoqchi bo'lsalaring, hozirgi mana shu intervyu qilayotgan joyimiz. Men ham shu yerda 1 yil o'qiganman. Eru Gakuen deb nomlangan joy. Shu yerda o'qishlaring